Assalomu alaykum hammaga, Fayzli oshxona kanaliga xush kelibsiz. Bu safar sizlar bilan uy sharoitida Italiya oshxonasiga mansub, hammamizga juda ham tanish bo'lgan pizzani tayyorlaymiz. Fayzli oshxona. Birinchi bo'lib pizzani xamiriga apparat tayyorlab olamiz. Idishga 1 osh qoshiq shakar, yarim choy qoshiq tuz, 3 osh qoshiq o'simlik yog'i yoki undan ham yaxshisi zaytun yog'ini solamiz. 1 choy qoshiq quruq droji va 1 stakan iliq suv qo'shib, shakar, tuzlar erigunicha yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi 2 osh qoshiq un solamiz. Yaxshilab aralashtirib, apparani iliq joyga ustini sochiq bilan yopib, yarim soatga olib qo'yamiz. Oradan yarim soat vaqt o'tdi. Ko'rganingizdek, shunaqa ko'pik hosil bo'lishi kerak. 2 stakan oldindan elib olingan unga apparani qo'shib yoramiz. Avval qoshiqda, keyin qo'limizda elastik, qo'lga yopishmaydigan xamir qurib olishimiz kerak. Agar un kamlik qilsa, ozginadan un qo'shib yorsak bo'ladi. Xamirni yaxshilab qurib bo'lganimizdan so'ng uni teng 2 ga bo'lib olamiz. Agar kichkinaroq pizza qilmoqchi bo'lsanglar, 3 ga bo'lib olsanglar ham bo'ladi. Xamirni yaxshilab unlab, zuvolachalar yasab olib, paketga yoki idishga o'rab, uni yarim soatga oshirgani olib qo'yamiz. Xamir oshib bo'lganidan keyin pizzaga solinadigan masalliqlarimizni tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. 200 gram mozzarella sirini qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Buni o'rniga boshqa qattiq sir ishlatsanglar ham bo'ladi, lekin mozzarella siridan tayyorlangan pizza haqiqiyga o'xshab chiqadi. 2 kichkina pomidorni yupqa parrak qilib kesib olamiz. Qizil bolg'ar qarampirini mayda kubik shaklida to'g'rab olamiz. Men bitta pizzaga bolg'ar qarampiri qo'shdim, ikkinchisiga qo'shmadim. Shuning uchun hozir yarimtasini to'g'rayman. Qora zaytunni, marinovani shampinyonlarni va kolbasani parrak qilib to'g'rab olamiz. Umuman olganda pizzada eng asosiysi faqat sir bo'ladi. Qolgan ingrediyentlarni esa xohlagan uyingizda bor narsalardan tayyorlasanglar bo'ladi. Misol uchun go'sht, sosiska, indeyka, qazilarni ishlatib tayyorlasanglar bo'ladi. Mana masalliqlarimizni to'g'rab tayyorlab oldik. Endi duxovkani oldindan 200 darajaga yoqib qo'yib, pizzani xamirini yoyishni boshlaymiz. Stolga ozgina jo'xori unini sepib olamiz. Bu unni ishlatishimiz sababi jo'xori unida pizzani chetlari qarsildoq bo'lib, mazaliroq bo'lib chiqadi. Xohlasanglar oddiy un bilan yoysanglar ham bo'ladi. Buni katta ahamiyati yo'q. Xamirni qo'limizda osongina ochib olib, hamma tarafi bir xil qalinlikda qilib yoyib olamiz. Ortiqcha unlarini qoqib tashlaymiz. Agar sizlar ham menga o'xshab idealni dumaloq qilib yoya olmasanglar, qolipga o'lchab chetlarini kesib olsanglar bo'ladi. Xamir ochib bo'lganimizdan keyin pergament qog'oz solingan listga uni joylab olishimiz kerak. Men oldindan xamirni listga joylab olish esimdan chiqibdi, keyin rosa qiynaldim uni joylaguncha. Xamirga birinchi bo'lib 2 osh qoshiq tomat pastasini yoki ketchup surib olamiz. Men ko'pincha ketchup ishlataman, lekin bu safar o'zim tayyorlagan tomatdan ishlatdim. Pizzamiz bir xil qalinlikda chiqishi uchun vilkada xamiri teshib chiqish esingizdan chiqmasin. Hamma masalliqlarimizni ketma-ketlikda chiroyli qilib joylashtirib chiqamiz. Tayyor bo'lgan pizzani duxovkaning 200 darajasiga 10-15 minut sirlari erigunicha pishirgani qo'yamiz.
Mana juda ham mazali pizzamiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rganinglardek, uni uy sharoitida sizlar ham bemalol tayyorlashingiz mumkin. Retsept qiyin emas, shuning uchun 100% uni hammada o'xshab chiqishiga ishonaman. Buni bir marta tayyorlab yeb ko'rganinglardan keyin ko'chadan pizza olib yemasliginglar aniq. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. YouTube Fayzli oshxona kanalimizga obuna bo'linglar, like qo'yinglar va bu videoni do'stlaringiz bilan bo'lishishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.